Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan Urgut tumanida faoliyat yuritayotgan fermer xo'jalik rahbari 2 yildan buyon hokimlik mas'ullari bilan tortishib, daromaddan qolayotganligini, ishchilari xorijga chiqib ketayotganligini ma'lum qilmoqda. Meni fermer xo'jaligimga juda katta tazyiq bo'layapti. 2 yildan buyon bor kuchim bilan harakat qilaman. Mana shu fermer xo'jaligimda ishni yo'lga qo'yish uchun, fermerlarga o'rnak bo'lish uchun hamma narsani qilyapman. Hokimiyat hamma narsani qilyapti o'sha qarshilik qilish uchun. O'tgan yil 23-yil, o'tgan yil emas, undan oldin 23-yilda meni bankrot deb topishdi. $100,000 kombaynni kreditini yopganman. $30,000 traktorda kreditini yopganman. Yana 200-300 million odamlarda meni ishlagan, ular berish kerak bo'lgan pullar bor. Lekin o'shandagiga qaramasdan meni bankrot deb topishdi ular. Meni chaqirmasdan, keyin sudyalarga rahmat. Mana shu oliy sudga hammasiga men rahmatimni aytaman. Mana haqiqat bor ekan, meni qaytadan oqlab, "Malades, ishlang, dalsha ishlang" deb shunday nima qilib, borib yagona darajadan tiklab berdi. Tiklab bergandan keyin 15 kundan keyin telefon qilyapti, yana sizning fermer xo'jalingiz bekor bo'lyapti. Ha, nima uchun? Mana 80 million qarzingiz bor ekan. Mana meni qo'limda qog'oz turibdi desam ham, quloq solmasdan, meni chaqirmasdan suddan meni bekor qilib yuborishdi. Bekor qilib olgandan keyin 18-yanvar kuni 24-yil meni fermer xo'jaligim bekor qilib yubordi. Keyin menga 10 kundan keyin, 15 kundan keyin men xat olyapman. Shu olgan vaqtimda o'zida sirazi apellyatsiyaga berdimda, mana apellyatsiyaga berdim deb ularning qo'liga xat olib berdim. Nizoli bo'lganligi uchun ular o'sha paytda auksionga chiqarmasi kerak edi. Yo'q, chiqarishni boshladi. Keyin sudga borib aytganimdan keyin sudga mana shunday bo'lyapti deganimdan keyin sud ijro to'xtatilsin deb yozib berdi. Ularda hammasi hujjatda, men uni hokimiyatga olib topshirganman. O'shanda ham quloq solmasdan auksionga chiqardi. Biz xuddi shu murojaat bilan o'tgan yili ham aynan shu manzilda bo'lib, hokimlik vakillariga mikrofon tutgan edik. Apellyatsiyani ham qarori chiqdi. 1 oy davomida bizlar ijrosini ta'minlashimiz kerak. U davrda bizlar hujjatlarni yana to'plab iqtisod oliy sudga da'vo ariza kirityapmiz yana. Taftish ishi kirityapmiz. Bu jarayon to'xtagan yo'q hali. Bu kishining nomida qolib ketdi degan gap yo'q hali. Qachonki oliy sudning qarori chiqadi, qarori chiqib, kakpolojni ajrim chiqqandan keyin bu yer kimgaligini to'g'ridan-to'g'ri belgilasak bo'ladi. Tadbirkor qaytadan yutsa, fuqarolarga qaytadan yer berasizlar? Yerimiz ko'p. Yer bor tumanimizda, Xudoga shukr. Oradan 1 yil o'tdi. Fermer apellyatsiya instansiyasida yutib chiqdi, ammo hokimlik vakillari egaligi bekor qilinmagan bo'lsa-da, yerni elektron auksionga chiqarib, aholiga tarqatib yuborishgan. Hozirgi kunda fermer xo'jalik ro'yxatga olinganmi yo'qmi? Olinmagan ro'yxatga hozir. Sabab tuman Tayloq tumanlar sudini qarori bilan hokim zaxirasiga olingan. Hokim zaxirasiga olingandan keyin prezident 15-sonli qarori, yana 159-sonli qarorlar bilan auksionga chiqarilgan. Auksionga chiqarilgandan keyin hozir auksionga chiqarilgan joy, auksionga chiqarilgandan keyin davlat hokim zaxirasiga olingandan keyin u yer davlat bu fermer nomidan hokim zaxirasiga olingandan keyin bekor qilingan. Viloyat iqtisodiy sudining qarori yetib kelmaganmi sizlarga? Yo'q, u narsadan xabarim yo'q men. Birinchi instansiyaning qarori bor, ikkinchisiniki yo'q-a sizlarda? Yo'q, bilmadim. Hozir yer kimning balansida turibdi? Hozir hokimiyatga o'tgandan auksionga yoshlar tadbirkorlarga chiqib ketgan yer. Dehqon xo'jaliklarga. Dehqon xo'jalikka. Hozir fermer hech qanday haq huquqi yo'q yerga. Bilmadim. Hozir aksariyatida mana bu makka jihori ekilgan. Mana bu yerda muammoli bo'lib turgan joylarda hali hech narsa ekilmadi. Hozirda fermer xo'jalik yerida katta mablag' evaziga suv tejash maqsadida yomg'irlatib sug'orish tizimi o'rnatilgan edi, ammo bank tomonidan pulning oxirigacha ajratilmaganligi, yerni aholiga berilganligi sababli bor uskunalar ham talon-taroj qilinmoqda. Hozir 16 gektar yer maydonimizga Oybek Jahongir Fartonasini tomchilash, yomg'irlash uskunalarini o'rnatib bergan edim. 6-iyundan shag'i bitirib, mana topshirib hali qildik, yakuniy davlatlargacha qilib bordik. Hozir bizda topshirilgan ishlarimizni oxiriga yetmayapti. O'sha hozir shuni hamma narsasi tayyor bo'lgan, faqat fermerimizning yer maydonini auksionga chiqarib yuborishgan ekan. O'shani yakuniy davlatnomani respublikaga jo'natilgan deb aytayapti Agrobank, lekin hozircha bitmay turibdi. O'shani nima bo'lyapti tushunmayapman. Loyiha qiymati qancha summadan iboratida, qanchasini olgansizlar, qanchasi qolgan? Loyiha qiymati 450 millionga yaqinroq bo'lgan. Hozir shuni yarmi chiqqan, 200 millioni chiqqan, yana 200 millioni o'z hisobimdan qilingan, qolgani hali
Endi yakuniy davlatma ferma ikkinchisini chiqarib berish kerak edi fermer nomidan. O'sha chiqmayapti. Men yangi ishlarni umuman davom ettirilmayapman. Toza qiynalib ketdim. O'shani tushuntirib yordam berishlarini so'rayman. Keyin men ishni boshladim bu yerga. Pul chiqardim. 450 million so'mlik kredit chiqardimda, bu yerda mana shu narsalarni yo'lga qo'ydim. Yomg'irlar sug'orish, tomchilar sug'orishni yo'lga qo'ydim. Ishni tugatdik. Tugatganimizdan keyin ham hokimiyatda har xil qarshilik, banklarga telefon bo'lganmi bilmayman, banklar ham umuman bermaydi. 10 oy bo'ldi. Mana hozir tugatganimizga 10 oy bo'ldi. Bank ham pulini bermayapti. Boyagi haligi nima deydi? Nima sudga qaytarib oshirasan deydi. Boyagi auksionga chiqqanlarni sudga oshirasan desa, sudda reyestrdan o'tkazasan deydi. Oldin reyestrdan o'tkazasan deydi. Ularga borsam, yo'q deydi, oldin deydi suddan o'tkazasan deydi. Shunaqa qilib ikki tomon bir-biriga solatdagin, mana 6 oy davom etadi. Men o'sha narsani kim haqligini, nima haqligini bilish uchun 4 marta viloyat hokimiyatiga, 5 marta tuman hokimiyatiga arz tashladim. Hammasi reyestratsiya o'tgan. Nimani so'raganlarga ham aql. Javob noaniq. Murojaatchilarning aytishicha, hozirda fermer o'z egaligida bo'lgan yerdan foydalana olmayapti. Katta mablag' evaziga qilingan yomg'irlatib sug'orish tizimi esa o'rtada sarson. Aholi esa traktor bilan shikast yetkazmoqda. Hozir ana endi mana masalan subsidiya olishim kerak, subsidiyani ololganim yo'q. Kreditni ikkinchi yarmini olishim kerak, uni olganim yo'q, lekin kredit olib 56% dan qolgan kreditlar pulni bermaganligi uchun 56% dan kredit olib qolganini tugatganman. Bular hammasi pulda. Hozir meni xonavayron qilib, bu yerda 2 million, 3 million pul to'lagan odamlarga bu yerni bo'lib berib, hozir ular Makkaga egib yotibdi. Bu qishloq xo'jaligi o'ylamaydi-mi? Makkadan qancha pul qoladi? O'zi borarsan 10 tonna Makka bo'lsa, 3 milliondan bo'lsa, 25 million bo'ladi, 2,5 million, 2,5 mingdan bo'lsa. 25 million pulni yarmiga sotib oladi. 10 million, 15 million arziymi? Mana bu yerda qancha rasxod chiqmaydi. Mana bu narsani hozir 1 yillik rasxodi 5 million, 6 million ketadi. Agar toki bilan hisoblasa 10 million rasxodi bor. Bu o'zini oqlamaydi-ku, u bekorga Makka egiladimi bu yerga? Unisi ham mayli, hozir mana bu yerda nimalarda haydashda yerlarni rasvosini chiqarib, boyagi haligi qatorlarni buzib, hammasini rasvosini chiqaryapti. Buni kim javob beradi? Men 100 marta xat yozganman hokimiyatga. Mana shuni inventarizatsiya qilib olinglar. Keyin mayli suddan keyin hal gaplashaveramiz. Yo'q, kelmaydi. Xat berilgan ham bo'lsa, mana shuncha narsa qilingan. Davlatnomalar tuzilgan. Bu yerda ishda tugatganligim to'g'risida davlatnomalar tuzilgan. Summasini chiqaringlar desam chiqarmaymiz. Bizlar summani chiqarmaymiz. Va summasini chiqaringlar, qani nima qilinmadi? Qilinmagan to'g'risida yozinglar desam, yo'q, qilmaydi-da. Qilmaydi. Maqsad nima? Maqsad mana shu yo'q qilishga tamom. Tayloq tumanlararo sudining tegishli qarori bilan fermer xo'jaligi bilan tuman hokimligi o'rtasidagi ijara shartnomasi 2024-yil 18-yanvar kuni bekor qilingan. Shundan so'ng fermer xo'jaligi raisi qayta apellyatsiya beryapti. Samarqand viloyat iqtisodiy ishlar bo'yicha sud 2024-yil 19-yanvardagi sonli qarori bilan 19-apreldagi qarori bilan fermer xo'jaligi va tuman hokimligi o'rtasida ijara shartnomani qayta tiklanib, ya'ni Tayloq tumanlararo sudini bekor qilyapti. Natijada fermer xo'jaligi tiklanyapti. Biroq o'shangacha fermer xo'jaligi yer maydoni hokimlik zaxirasiga olingandan so'ng tegishli mas'ullar tomonidan auksionga chiqarilyapti. Natijada bu kuchli yerlarda dehqon xo'jaliklari tashkil bo'lgan bugungi kunda. Boshqa holat yana nima? Egalik bekor bo'lmasdan turib, bitta yerda ikkita egalik bo'lyaptimi? Yo'q. Ham fermer xo'jalik, ham dehqon xo'jalik. Yo'q, avval fermer xo'jaligi yer maydoni hokimlik qarori bilan bekor bo'lyapti-yu, auksionga chiqyapti. Apellyatsiya davrida. Yo'q, apellyatsiya davrida unisini bilmayman men. Keyin natijada dehqon xo'jaligi yer maydonlari egalik huquqi bilan auksionda yutib olyapti. Hozirgi vaqtda bitta yerga ham dehqon xo'jalik, ham fermer xo'jalik egalik qilyapti, to'g'rimi? Yo'q, hozirgi vaqtda bu kishi endi qarorda mana bekor qilibdilar, lekin dehqon xo'jaliklari ham o'sha yerdan foydalanish huquqiga ega. Yo'q, bekor qilgan 1 yil bo'lyapti. Aprel 2024-yil aprelda. To'g'ri, mana fermer xo'jaligi norozi bo'lsalar, dehqon xo'jaliklarini olib sudga bersinlar. Sud bekor qilsin, marhamat, kadastr palata va xodimlari yerni balansga joylab, qayta faoliyat yurgizishga amaliy yordam berishadi. Birinchi va ikkinchi qaror o'rtasida qancha muddat o'tyapti? Birinchi, ikkinchi qaror o'rtasidagi muddat yanvarda bo'lsa agar, bu aprelda 4 oy, 3,5-4 oy o'tyapti. Apellyatsiya muddatda, apellyatsiya ko'rib chiqish muddatda men zaxiraga olib dehqon xo'jalik berib yuborishga haqlimi hokimlik? Zaxiraga olingandan keyin uni yerda ushlab turish mumkin emas. Tezroq auksionga chiqarib dehqon xo'jaligi tashkil etish uchun ajratib berilishi kerak. Dehqon xo'jalik joyiga chiqib ko'rdi, dehqon xo'jalik odamlari o'sha ularni suv qurilmalarini traktor bilan buzish holatlari kuzatilyapti ekan. Bu narsa ertaga tadbirkor bilan davlat o'rtasida ziddiyat keltirib chiqmaydimi?
u masala bo'yicha tegishli irrigatsiya xodimlari bor. Birgalikda masalani joyiga borib ko'rib hal qilamiz. Unda muammo yo'q. Hozir bu murojaatchi aytyapti, shu kishini o'zi qabul qilib olgandi, davlatnoma tuzgan vaqti. Kelganmiz haqiqatdan ham tomchilatib birgalikda kadastr bank bilan birgalikda ko'rib chiqilgan holat. Shu holatda ishlayotgan shu qurilmalar. Ha, ishlayotgan emas. Endi nima desam, tagiga hozir ekin ekilmaganligi uchun bank tomonidan kreditni qolgan qismi ajratilmagan. Ha, qishloq xo'jaligi ekinlari ekkandan keyin bank aytdi, qolgan ekinni ekin dedi, qolgan 50 qismini ham ajratib beraman dedi. Bizni hayron qoldirgan jihati, fermer va tuman hokimligi o'rtasidagi sud jarayonlari yakunlanmasdan, Qo'shtirnoq ichidagi bilimli mas'ullar yerni zaxiraga olib, elektron platforma orqali elektron auksionga chiqarishi oqibatida ham fuqarolar, ham fermer sarson bo'lmoqda. Fuqarolik sudiga berib, auksion xulosasini bekor qilay desa, tadbirkordan reyestr raqamlari nega sababsiz bekor qilinganligi so'ralmoqda ekan. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, sud hukmi qonuniy kuchga kirmay, tadbirkorni yeridan mahrum qilgan, aholini qiziqtirib, birovning yeriga kirgizgan mas'ullar o'z jazosini olishar. Hukumatimiz tomonidan suvni tejash maqsadida har yili millionlab, milliardlab mablag'lar tomchilatish yoki yomg'irlatish uskunalariga ajratilmoqda. Ammo guvohi bo'lganingizdek, hozirgi kunda tadbirkor tomonidan ushbu qurilmalar o'rnatilgan, ammo yerning taqdiri so'roq ostida bo'lganligi uchun mana bu kabi qurilmalarning oxiri so'roq ostida qolmoqda. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, tumandagi, viloyatdagi rahbarlar shuncha mablag'ni havoga sovurish yoki undan foydalanish haqida jiddiyroq o'ylab ko'rishar. O'z Murojaat TV, Chingiz Norqul, Rustam Regin, Samarqand.